bola qiz bolani o'zini sevgilisi qilmoqchi, lekin bu bola ertaklarda yashaydi, ertaklar olamida, kitoblar olamida yashaydi bu bola. Do'stlar zonasiga tushirib qo'yadi. Sevgilim bo'lmayman, ya'ni men sevishmayman sen bilan, men shunchaki o'rtoq bo'laman sen bilan degan mana shunaqa holatga tushirib qo'yadi. O'sha videolar, yaqin chiqqan videolar kunduzi shunaqa holatga tushib qolmasdan sevishish stadiyasiga qanaqa qilib o'tishni sizga o'rgatgan ekanlar. To'xti yebsiz shu joyiga. Hopmi, kattasini. U videoni ham oxirigacha ko'rmagansiz yoki tushunmagansiz. U videoda men aytmoqchi bo'lgan oddiy bitta narsa, hozir mana 26 minutlik videoyimni spoiler qilaman. Friend zonaga tushib qolmaslikning eng zo'r yo'li bu sevib qolmaslik deganman. Men diniy tomonlama tushuntirmayman bu fikrlarimni. Men diniy ilmim yetarlicha emas, men domla emasman. Menda bunaqa vakolat yo'q. Lekin friend zona haqidagi videoning eng asosiy mazmuni sevib qolma, qaysidir qizni ilohiylashtirib yorma yoki qaysidir yigitni o'zligidan kechorma kimnidir deb. Bu ham bir falsafa. Qizlarni o'rash uchun o'zini jinsiy tan a'zoyini rasmini jo'natib zinoga targ'ib qilmaganman hech qachon. Prosta sevib qolma. Birodar Ismoil, bitta narsani tushuning. Juda ham ko'p friend zonaga tushib, siqilib, pul sarflab, qizlar orqasidan yugurib, pul topa olmay, qamorga pul tikib, unaqa qilib, bunaqa qilib yurgan. Bu ruschalab aytganda tsepnaya reaksiya deydi, ya'ni zanjir reaksiyasida. Bu bitta kichkina illat bo'ladi odamda, u illat boshqa illatlarni olib kelaveradi va men o'sha eng tegida bo'lishi mumkin bo'lgan illatlarga boshqacha ko'z bilan qaraganman. Siz bunga diniy ko'z bilan qarab, bu narsa noto'g'ri demoqchi bo'lsangiz, sizni maydoningiz. Men sizni maydoningizda konkurensiya qilmayapman-ku. Bo'ldi. Gapiring shu narsalarni. To'g'ri aytyapsiz. Okey, lekin men friend zonadan chiqib ketib, qizlar bilan yotib yurish demaganman. Fikr juda ham oddiy bo'lgan. Sevib qolmaslik kerak, ilohiylashtirmaslik kerak, orqasidan yurmaslik kerak, vaqtni bekorga sarflamaslik kerak degan narsani tushuntirganman. Yana meni zinoga targ'ib qiladigan blogerlar safiga qo'shib qo'yapti bu.